Bunyodkor futbolchilari Ilyos Zaytullayev shogirdlari qimor o'ynashlikda, jamoasini ataylab yutqazib berishlikda gumon qilinayotgan ekan. Ilyos Zaytullayev bunaqa savollarga quyidagicha javob berdi. Barchaga xayrli kech. Nima deyishim mumkin? O'ylaymanki, agar o'zim futbol ishqibozi bo'lganimda, bunday futbolni ko'rish uchun jon deb kelgan bo'lardim. Shu sababli o'yin juda qiziqarli bo'lganini aytaman. Fikrimcha, Buxoro bilan bo'lgani kabi bugungi Paxtakorga qarshi so'nggi o'yinda yigitlar juda yaxshi o'yin namoyish etishdi. Inson hayotda ham, mehnatda ham nima eksa, qachondir shuni o'radi, hosilini yig'adi. Shuning uchun yigitlarga aytdimki, barchangizga ma'lum bo'lgan qiyinchiliklarga, ya'ni 8 oydan beri o'zimiz ishlab topgan halol maoshni ololmayotganimizga qaramay, ular fidoyilik, mehnat urug'ini ekmoqdalar, tavakkal qilmoqdalar. Sababi Buxoro bilan o'yindan so'ng 3 nafar o'yinchimiz o'ta og'ir jarohat oldi. Qolganlar ter to'kmoqda, biroq ayrimlar klubni tark etishdi. Bu juda og'ir vaziyat, ammo shunga qaramay ular muxlislar uchun, futbol uchun maydonga tushishdi va harakat qilishdi. Shuning uchun bunday futbol namoyish etgan yigitlarga faqatgina rahmat aytaman, boshqa nima ham deyman. Savol berishdi. Paxtakor gol urishidan 1 daqiqa oldin hakam yoningizga kelib, siz bilan nimanidir muhokama qildi. So'ngra siz naketga kiyib oldingiz. Shu haqida batafsil aytib bering. Shunchaki mendan yon hakamga xalaqit bermasligimni so'rashdi. Qora rangdagi futbolkam unga xalaqit berayotgan ekan. Shuning uchun mahbus libos, ya'ni mayka kiyib olishimni so'rashdi. Men uni oldim va kiydim. Qarang, sizda moliyaviy muammolar va hokazolar bor, deya jurnalist savol berishda davom etdi. Lekin futbolchilarga so'z topishning psixologik jihatdan qandaydir chegarasi bor-ku. Men bugun 2-bo'limda 2 teng jamoaning o'yinini ko'rdim. Qarangki, raqib tarkibida O'zbekiston, Iroq yoki boshqa terma jamoa o'yinchilari. Kechirasiz, barcha hurmatni saqlagan holda aytamanki, sizning tarkibda 16, 19, 20 yoshli yigitlar o'ynab yuribdi. 2-bo'limda gol urishingiz ham mumkin edi. Yigitlarga hech qanday e'tiroz yo'q. Birga-bir vaziyatlardan foydalanishganda yana gol urishlari ham mumkin edi. Aytingchi, siringiz nimada? Futbolchilarga nima deysiz? Qanday tayyorlaysiz? Chunki bir marta gapirdingiz, 1 oydan o'tdingiz. Ikkinchi marta balki Al Pacino ishtirokidagi filmni ko'rsatarsiz. Bu qachon tugaydi? O'yinlarni nima hisobiga o'tkazib kelyapsiz? Shunday o'rinli savol uchun rahmat. Chunki siz bizning holatimizni to'g'ri tushunib turibsiz. O'ylaymanki, 8 oy davomida futbolchilar maosh olmaganda, ba'zida 8 oydan beri issiq suv bo'lmaganda, chiroq o'chirilganda, oziq-ovqat tugab qolganda, bu yo'lni qanday bosib o'tish kerakligi haqida yozilgan biror kitob yo'q. Futbolchilarni qanday ruhlantirish mumkin? Bunga yagona javob yo'q deb o'ylayman. Qayerdadir aytgan edim, men ularni motivatsiya qilmayman, ular o'zlari ilhomlanganlar. Ularni qandaydir oliy maqsad yo'lida, qilayotgan ishlaridan ko'ra kattaroq narsa yo'lida ilhomlantirish kerak. Shuning uchun siz to'g'ri ta'kidladingiz. Qandaydir chegara bor. Menimcha biz bu chegaraga allaqachon yetib keldik. Sababi agar siz bizning o'rnimizga o'tib, atigi yarim kun biz bilan birga bo'lsangiz, ularning qanday sharoitda yashayotganini, jarohat olish xavfi ostida qanday o'ynayotganini o'zingiz his qilasiz. Shuning uchun o'ylaymanki, qachondir mavsum tugagach, biz buni qandaydir yo'l bilan uddalaganimiz haqida batafsilroq aytib berarman. Siz to'g'ri aytdingiz. Al Pacino filmini qo'yib berish yoki bugun Netflixda Artetaning kimnidir qanday ruhlantirayotganini ko'rish, Guardioladan namuna olish, bularning barchasini sinab ko'rish mumkin, ammo bu bizda ish bermaydi. O'ylaymanki, bizning jamoamiz juda chuqur qadriyatlar ustiga qurilgan. Bu qadriyatlar bizning oramizda juda mustahkam ildiz otgan va bu jamoani jipslashtiradi. Ular oldinga intilishadi va bir-biriga ishonishadi. Mashg'ulotlarda ham borini berishadi. Ammo ertaga nima bo'lishini men bilmayman, chunki o'ylaymanki, ular haqiqatan ham sabrining so'nggi nuqtasidadir. Bunga qanday javob berishni bilmayman. Shunchaki yigitlarda munosabatlar quriladigan juda kuchli qadriyatlar bor. Mehnatsevarlik, adolatlilik, halollik kabi. Albatta turli vasvasalar bo'lgan va doim bo'ladi. Bunday vaziyatlar yuzaga kelganda kimdir vasvasaga berilib,
qorong'i ishlarga qo'l urishi xavfi bor, ammo men sizga ochiq ko'ngil bilan aytishim mumkinki, yana oldingi savolga qaytamiz. Bizda poydevor asos qilib olingan qadriyatlar bor va yigitlar shuning uchun ham shunday o'ynamoqda. Ya'ni kimdir shunday qadam tashlashi mumkinligini mening xayolimga ham keltira olmayman, chunki biz yosh futbolchilar bilan ham, kattalar bilan ham bu haqda tez-tez gaplashib turamiz. Shuning uchun men toza vijdon bilan aytaman. Ular juda mehnatsevar. Ularning shu kungacha qilgan ishlari haqida esa bilmadim. Professional futbol tarixida 8 oy maoshsiz o'ynagan jamoalar bo'lganmi, yo'qmi? Menimcha, yigitlar 8 oy oyliksiz o'ynashi umuman tarixda ko'rilmagan pretsedent. Bunday holat tarixda ham bo'lmagan. Mening shogirdlarim totalizator qimor o'yinlarini o'ynashmaydi. Ular shunchaki qadriyatga asosan mehnat qilishmoqda, borini berishmoqda. Men aniq ayta olaman, ular hech qanday qimorboz yigitlar emas. Men shogirdlarimga to'la ishonch bilan bu gaplarni aytyapman.